Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bizlar kuzatib borayotgan akalarimiz kreditlarimiz ochildi. O'sha kreditga olmoqchi bo'lgan akalarimiz mahallaga borib hokim yordamchisiga ariza topshirasizlar, tavsiyanoma beradi. Yagona darchadan elektron kirich parol olib tashlasalar, shartnoma qilib O'zbekiston bo'ylab zakazlarni qabul qilamiz. Shartnoma asosida, lokatsiya asosida uygacha dastavkani bepul yetkazib beramiz. Ko'pchilik akalarimiz kvadrotsikl so'rayapti. Ana kvadrotsiklarimiz sotuvga tayyor holatda turibdi. Kuzov razmerlari 1.40 ga 2 metrlik kuzov 2 tonna yuk oladi. 2,5 tonnagacha tortadi. Motorlari 250 kublik motor bo'ladi, 100 kilometrga 6 litr rasxod qiladi. Shofyor va undan tashqari ikki yoniga ikkita passajir o'tirsa bo'ladi. Tablolariga keladigan bo'lsak, tablolari zamonaviy tablo. Dugalari baquvvat ishlangan, oldi dugalari, faralari LED va ana troslari bor. O'sha tormozlari esa 7 holatda bo'ladi, qanday povishinalari bor. Ularda motor qismiga 2000 km garantiya beriladi. O'zbekiston bo'ylab zakazlarni qabul qilamiz. Naqd pul kredit belgisining asosida. Naqd pulga olaman degan akalarimizga buni narxini 41 million so'm qilib beramiz. Dastavkasini bepul qilib yetkazib beramiz. Ularga domkrat, ключ, kaska, magnitofon, zapas bilan qo'shib beriladi. Keyin zadnomostlar juda ham baquvvat ishlangan. Zapchastlariga keladigan bo'lsak, zapchastlarda muammo yo'q. Unga qanaqa turdagi mototsikl kerak bo'lsa yoki kvadrotsikl kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasiz. Zadnomostlarni ko'rsating. Hozir kvadrotsiklimizni haydab ko'rsatamiz. O'sha haydab ko'rsatyapti. Kvadrotsiklar qiziq bo'lsa bemalol aloqaga chiqasizlar. Nomerlarimizni ekran ostida qoldiramiz. E'tibor uchun kattakon rahmat hammaga.